ijtimoiy taratqulardan maxsus o'lim yetim uchurlarini to'playotgan Nurxonim Uyg'ur nomidagi biraylarning Facebook'ida xabar qilinishicha, Uchturpan Ashtaq doktorxonasining boshlig'i Tudaxon bu yil 18-sentabr kuni vafot bo'lgan. Rasmidan 40 yoshlar chamasida ekanligi ma'lum bo'lgan. Tudaxonning o'lim uchuri bo'lib uning xizmat vaqtida va kasal holatida tortilgan ikki parcha rasmidagi farq Facebook ko'rarmanlarining diqqatini tortdi. Biz Tudaxonning o'lim sababini aniqlash uchun Uchturpandagi aloqador idora organlariga telefon qildik. Ha, yaxshi, men Ashtaq saqchixonimi? Ha, mana sizniki doktorxonaning boshlig'ining bu familiyasi nima deylik? Tudaxon degan yanjog'niki ishkani olib to'yib ketgan. Yaxshi. Ha, men Tudaxon yanjog'ning dadasining ismi nima deydi? Men doktorxonaning yanjog'ining. Tudaxon nima deymiz? Bu qachon tugab ketdi? 9-oyda tugab ketdimi? 10-oyda qaysi oy tugadi? Uchturpan Ashtaq yuzliq saqchi xodimlari garchi Tudaxonning o'lim sababi haqida ma'lumot bermagan bo'lsa-mu, ammo Ashtaqda Tudaxon deb bir doktorxona boshlig'i bo'lganligini rad qilmadi. Bu tuyanjon bu qaysi oy tugab ketdi? Bu ikki oy oldimi, bir oy oldimi? Ya ailesi nazorat ostiga ilishingga kerak-ku. Bu qanchalik kesilgan hayot jazomutni o'tayotgan. Jazomutni o'tayotgan hayotda. Bu sizlar tutgan-ku, sizlarning saqchgan topshirgan-ku buni. Bu qaysi turma jazomutni o'tayotgan hayotda. Ashtaqdagi aholilardan birining bayon qilishicha, Tudaxon o'tgan yili turmadan jazo muddatini tugatib, og'ir kasal holatda chiqqan va salomatligi asli kelolmasdan 1,5 oyning oldida bu Tudaxon qaysi turmada jazomutni o'tayotgan hayotda? O'rimchi 6-turmada. Telefonimizni qabul qilgan Ashtaqdagi bir kent saqchisi Tudaxonning 1 yil avval turmadan chiqqanligi va turmadan chiqqanda bo'rkida og'ir masala ko'rilganligi uchun ma'lumot holat ekanligini oshkorildi. Sizlarma doktorxonaning yanjangi bu Tudaxonniki bu o'lim sababi nima bo'ldi? Bu kesili qaysi holatda, qanday holatda bu tugab ketishning oldida? Nima qildi? Bu turmadan chiqqani qanchalik vaqt bo'lgan? Ma'lum bo'lishicha, ikki bolaning otasi bo'lgan Tudaxon turmaga sog' salomat kirib ketgan va turma hayoti sababli shakllangan böbrek kesili bilan jon uzgan. Ashtaqdagi bir kent saqchisi Tudaxonning turmaga tashlanish sababi haqida ma'lumot berdi. Deyilishicha, Tudaxon bir jinoyat gumondorini davolaganlik uchun jinoyatchini qanot ostiga olish bilan ayblanib kesib o'tilgan. Mush Ashtaqdagi sizlar turmadan chiqib o'lib ketgan Tudaxon Mahmud degan kishiniki bu tutilish sababi nima aslida? Ammo ashad davolab kelganini davolash qatnashgan deb tutib ketgan. Kasbi nima qilgan odamda? Doktorda. Kimni davolabdi ekan? Davolagan odam nimada? Ba'zi deydim yoki ketgan kelganini davolab ketgan edi, ikkinchisi bo'lgan ketgan. Uni shu bilib davolaganmi-ki, bilmay davolaganmi-ki gumondorni? Hani bizniki umum muhtarishnikiimizda ana tafsiri chiqmagan. Ketgan chog'da 73-kuni sach ketgan. Ondan keyin uning menda terrorchilikqa yaralanganini davolaganligini anladim. Ammo men kelgan yoki ayaga borganligini aniq. Ammo bu xodim Tudaxonning qaysi gumondorni qayerda davolaganligi haqida ma'lumot berolmadi. U doktor hamda shu uyda davolabdi ekanmi, doktorxonada davolabdi ekanmi yoki u gumondorni qichib birib davolabdi ekanmi? Yo'q, ana. Ashtaqdagi bir kent sekretari Tudaxonning Aqsuda yuz bergan 8-avgust voqeasida bir gumondorning putidagi o'qni ilib etganligi uchun 8 yillik kesib o'tilganligini oshkorildi. Tutilgan kuni shu naq maydonda siz bildi bormi, yo'qmi? Saqchilarga hamkorlashdingizmi, hamkorlashmadingizmi? Yo'q. Siz yo'qmi? Yo'q. O chog'da biz tutib ketilgandan keyin xabar topganman. O chog'da shu kentga kirgan vaqtim shu kandidat partiya a'zoliq ham shu vaqtda men o'ydan tutilgan vaqtda men kentda. Qanchalik kesildi? 8 yildan shunday. Ma'lum bo'lishicha, Tudaxonning familiyasi Mahmud bo'lib, uning ustidan to'g'izilgan deyilimi, maxfiy holatda bir taraf qilingancha, uning mazkur gumondorni nadavolaganligi jamiyatga bilinmagan. Tudaxonniki familiyasi nimati? Bu o'lib ketgan yanjog'ning. Mahmud. Tudaxon Mahmud. Ha. Tutilish sababi nima sizning bildiringiz? Yilosidan shu bir odamningki o'q tekkan ahvolini yushirib shu davolab qo'ygan ahvolini shu ahvol bilan tutib ketilgan. Shu 8-avgust yilosida shu qancha odamni qutuldirib ekan, qancha odamni davolabdi ekan shu chaqda? Shu chaqda bizning anglashimizdan bir odam ekan, bir odam ketgandan keyin shu ikkinchilar voqea chiqqandan keyin shu tutilgan vaqtda shu bir odamningki putidagi o'qni olib qo'ygan ahvol bor ekan deb shu sabab bilan tutib ketilgan. Mazkur sekretarning deyishicha, Tudaxon Mahmud gumondorni voqea yuz bergan kuni davolagan. Ikkinchi kuni gumondor tutqun qilinganda, u pash bo'lib qamoqxonaga olib ketilgan va uzun o'tmay 8 yillik kesib o'tilgan.
Qaysi kuni soat nechada tutildi? Tushdan keyin soat 1-2 atrofida tutildi. Uydan tutib ketilamdi yoki ishi o'rnida ishlayotgan? Uydan. Qutildirib olgan odami kimkan? Kimdagi odamkan? Uydan ismini bizni bilmayotganmiz, lekin burun davolab qo'ygandan keyin u ketib, boshqa bir joyda tutilib qolgandan keyin angizakni keyin tutgan. Qo'yib bir kundan keyin gumondorni tutib, bir kundan keyin shu yigit Mahmud tutdi doktor tamda. Buni boshqa izbaza oldimmi, masalan, qulab qolib davolab qildi. O'zining mushna bo'lganligini ko'rgandan keyin o'ydan shu o'qni olib qo'yganini angladik. O'q qanday yerga o'qgan? Putdiki o'qmi, beldikimi? yoki boshqa putidagi deb xabar arxivlarimizda ma'lum bo'lishicha 8 avgust voqeasi 2013 yil Aqsuv Ayko'lda yuz bergan. Voqea yuz bergan qaysi kentniki masalan Ayko'ldimi ma nima demoq Qumbeshirmi? Ayko'lda. Ha qanday vaziyat qanday hozir ma voqea yuz bergan ekan? Aqsda vaziyatni kontrol qilolmay bizning bu qurolli soqchi qismidan kelib vaziyatni kontrol qilolmaganidan oxirsida shu yuqorining buyrug'iga o'xshadi. Roziyat harf kuni soqchilarning masjid tekshirish sababli yuz bergan bu voqeada soqchilar bilan ommarsida to'qinish kelib chiqqan va voqeada soqchilar qurolsiz ommaga o'q chiqarib 3 kishining naq maydonda o'lishiga va ko'p sonli kishining yaralanishiga sabab bo'lgan. Yaralanganlardan 10 nechasi doktorxonaga opirilgan. Yana bir qismi qochib o'zlarini daldiga olgaydi. Qarshi tarafda yaralanganlar qancha? Qarshi tarafdan yaralanganlar o bu yaralangan balkim shu 12 qa. Ular doktorxonaga opirildi opirilmadimi? Opirildi hamsi. Ular o'q chiqqandan keyin ular qanday qildi? Qashdimi qochmadimi tarafga? Taraf qochdi. Qochgandan keyin shu biz qechkishni olimiz uchun shu yo'l qizlarga chog'iz qurib. Shuningda 500 odam nomi tutilib bo'ldimi? Shaylik mavjudan üstü kamera va mashina kelganda shu kameraga tushganlar buga naq maydonda biz hujum qilgan o bolan shu egilib hozir shu konstituda so'roq bo'ldi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida Aqsuv Ayko'l voqeasida Yardaning putidagi o'qni ilib o'tganlik uchun 8 yillik kesib etilgan doktorxona boshlig'i Tudaxim Mahmudning jazo muddatidan tugatgandan keyin turmadan kasal holati chiqqanligi va oldingi oyda jon uzganligi haqida anglitish berdik.